Xizmatchi bo'lganingdan keyin qilasan-da, o'zdan saqartiling uchun ham yer tega olmaysan. Sanda qavkani Deddomga topshirish kerak. Mol. Opa. Kiryapsizmi? Ha, kiryapman. Men naskimni ham yuvib bering. Men sen sassiq naskini yuvamanmi? Hali yer tegsang, ering naskisini ham nimasini ham yuvasan-ku. Endi u irin. Shirin. Yer shirin-a? Men sen bilan bitta qorindan talashib uchun yuvmaysan buni. To'g'ri yo'qol o'zing yuv. Ana shunaqa xaraktering bo'lsa, hayotda yer tega olmaysan. Havo, hayotim ovqatlandingizmi? To'ydan keyin masga o'zim shirin ovqatlarni pishirib beraman. Voy, nima deganingiz bu? Men hamma ovqatlarni qilishni bilaman. Shu uchun ham bir haftadan men och o'tiribmiz. Faqat uzum bilan non yeymiz. Yo'q, sizga emas. Yaxshi keldingizlarmi? Mana. Kelib zo'rishyapti. Nima qilasan lasan? Yana o'zingga o'xshagan qara tappi jo'ralaringni olib keldingmi? Uyga ovqat yo'q jo'ralaring uchun. Yo'qotamasni. Opa, jimbo bular. O'tiringlar. Opam shunday hazilkashlarda o'tiringlar. Yo'qot dedim. Yo'qot! To'xtanglar. Ketmanglar, qani to'xtanglar. Chiravozingni qo'yga qolib ketsin. Hozir kimligini aytsam o'zing izidan yugurasan. Kim? Jo'ralarim emas bular, sovchilar aytdi. Sovchilar? Azula kilam shakar,